Nabiyni bir narsa qilib cho'miltirib olgan men Nabiyga yangi olgan narsamni raspakovka qilyapman. Oldindan aytyapman, kimdir ayamga bu relsimni jo'natib o'tirmasin. Ayamni achchig'i keladi, lekin bu mushuk men uchun juda ham qadrli. Ayi O'zbekistonga ketgan xolasi bilan shu paytda olganman, adashmasam dekabr oylari edi. Nimaga shu paytgacha rels qo'ymagansiz deyishingiz mumkin. Juda ham qizg'onganman. Bu sumkaga keladigan bo'lsa, unaqa qimmatga olmadim. O'zbek pulga 100 ming atrofida bo'lsa kerak. Ustimdagi kiyimimni bo'lsa dadam ko'rmasin, chunki qo'limni ko'tarsam qonim ochilib qo'yadi. Shuna qilib mushukcham bilan sayohatimiz boshlandi. Magazindan o'zini snekchalarini olib berdim. Birga hattoki shopping ham qildik. Shu magazinda ham hammani ko'zi Nabiyda. Orada kosmetika magazinga kirib, kosmetikalar oldik. Ham kosmetika ko'tardim, ham Nabiyni ko'tardim. Xullas, bugungi kunim qizlar shunaqa o'tdi. Orada metroda uxlab ham qopman degan videoga olib qo'yibdi. Shuncha charchoq yetmagandek, kamiga koreys bolalar bilan kim o'zarga anaqa uradigan urdi, buni nomi nimaligini bilmayman. Dugonam bilan, mushugim bilan xayrlashdim. Mushugimni dugonamga berdim. Yoshligimda mushuklarni juda ham yomon ko'rardim, qo'rqardim, o'pishimni qaranglar. Shunaqa qilib mushugim bilan xayrlashdik. Mushugimni nimaga dugonamga berib yuborganimni sababini taxmin qilib ko'ring kommentda.